bahorda emas, yozda emas, kuzda ayni o'rtasida mana bunday o'rik daraxtlari shu xonadonda meva qilib yotibdi. Savdoga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'liqlar yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Hammalaringiz? Bu o'rikni yeb ko'rsam bo'lardi. Bemalol yeb ko'ring mana. Bu rostdan ham Dehqonchilik. Aka, buni oktyabr oyida endi kuzda pishyapti-da bu. Kuzgi o'rik, ha. Buni qanaqa qilib uddasidan chiqib, bu necha yildan beri meva qiladi va buni navi qanaqa buni? Bu yaqin 8-9 yildan beri mevasini olaman o'zim. Avvalda o'zim ham ishonmasdan falon joyda shunaqa nav bor ekan. Oktyabr 25larda pishar ekan. Shunaqa nav bor ekan deganda ishonmagandim o'zim ham. Borib oqtarib topib, ko'zim bilan ko'rib sentyabr oylari edi. Borib haqiqatan qarasam shoxida turibdi. Endi sarg'ashni boshlagan. Qiziqib haligi kaltaydan 3-4 ta pindik olib kelib, mana shu ikkita o'rikni ekib, yovvoyisini ekib, payvand qildim halgini. Yaxshilab payvand qilib qaradim, Xudoga shukr, mana mevani olyapmiz-da mana. Boshida o'zim ham ishonmagandim, mana haqiqat bu narsa 4 kunlarda gruppaga tashladim endi. Boshqalar ham bir og'zi tegsin, bir yangilikdan otaxonlar, hoji onalar og'zi tegsin degan maqsadda u Qirg'izistondan ham keldi ishonsangiz. Bu yog'i Qo'qondan, Namangandan kelib ko'zlar bilan ko'rishib, rasmga tushib ketishdi, yeb ko'rishdi. Endi narxga keladigan bo'lsak, 50 mingdan desam, og'rinmasdan olib ketishdi. Shunaqa bizni quvada kuzda ham, qishda ham mevalar daraxti turadi. To'g'rimi aka? Albatta. Xudo xolasa, dehqonlarning mirishkorligi. Daromad asosiy nimadan endi Farhodjon aka? O'zi asosiy ishim sizga ma'lum, Tolmazor masjidida noib imomman. Yaqin 20 yildan beri imomlik qilaman. Dehqonchilik bilan, sho'rachilik bilan shug'ullanib, shunaqa dekorativ archalarni olib kelib, yetishtirib, ularga bir shakl berib, ana unda xalqimizga ko'kalamzorlashtirishlarga nima o'tkazib, Xudo xolasa. Demak, tomorqadan unumli foydalanyapti. Unumli foydalanaman, Xudo xolasa. Yaxshi. Bu ko'chatdan ko'proq qilish niyatim bordir, Farhod aka. Xudo xolasa, bu yil 10 sotikka danak ekib, ko'paytirib, endi xalqimizda ham og'zilar tegsin shu narsadan. Hadib qimmat olib yurmasdan o'zlaridan bo'lsin degan maqsadda harakat qilyapmiz endi, Xudo xolasa. Hozir oldi, yarim